Siz uchun maxsus taklif. Ikkita mehmonxona to'plami. Ikkalasi ham bir zavodda, aynan Oven zavodida ishlab chiqarilgan. Birinchi modelimiz minimalizm uslubida, yengil klassik uslubida ishlangan. Penallarimiz shunaqa juda ham chiroyli qilib, oyoqlari sapajoklarda to'liq polga tegib turadigan shakllarda ishlangan, to'liq MDF. Komplektatsiyamizda ikkita penal, bir eshikli hamda shunaqa katta sahnali oyna bilan ishlangan. Komplektatsiyamizni xohlovchi mijozlarga o'zini pad TV'si bor, shunaqa bo'ylari baland shaklda ishlangan. Ikkinchi modelimiz haqiqiy klassik uslubida ishlangan, aynan shu Oven zavodida ishlab chiqarilgan, to'liq MDF dan ishlangan. Komodlari shunaqa baland bo'lgan, boshqa modellarga nisbatan bir qarich baland, juda ham nostandart shaklda ishlangan. Penallari ham shunaqa bo'ylari baland qilib, oynalari gravirovkalarda o'yib ishlangan, to'liq MDF. Komplektatsiyamizni o'zini pad TV'si ham bor, ahamiyat berasiz. Ichki qismlari yog'och bilan ishlangan. Tortma qismlari to'liq yog'och, mexanizmlari tandem mexanizmlarda tabiiy yog'ochlar bilan ishlangan. Korpus hamda fasad qismlari MDF dan ishlangan bo'lgan. Sizga qaysi modelimiz yoqdi? Kommentariyada qoldiring. Birinchimi, ikkinchi modelmi? Videomiz 1000 ta like yig'sa, o'zini stullari bor ikkala modelimizni обязательно video qilib qoldiramiz. Arli demi bir siz uchun hamisha maxsus taklifda.